yapamiz. Keyin mana. Ko'rindimi? Ko'rdinglar? Nima buyuraman bularga? Hozir qani aytinglar. Ko'rsatganman, ming avtorskiy bo'lsa ham hamma shuni qiladi уже. Tushundinglar? Men o'zim o'rgatganman qilinglar deb. Plaska stopi, plaska valgus, maymoq oyoq, hammasida mana shu 20 minut qildinglar-da, oxirida 10 minut bo'yniga vaqtinglar qoldi. Bo'ynini qilishni boshlab bola 20 minutda charchab bo'ldi. Keyin bo'ynini masaj qilyapsizlar, уже sizlarga masaj qilgani bermaydi. U asosan krivasheyasi uchun kelgan-ku. O'shaning uchun krivasheya diagnozi bor bolalarni. Endi betda nimadir muammo chiqib ketib, pastki qo'rg'a, yetim qo'rg'a onalar hayron qoladi, chunki hech tashqariga. Buni qilayotganimizda bor bolalarni yarim soat 40 minut o'shani qovursangiz